Prezidentimiz ham bo'lsin, yuristlarga bo'lsin debdi. Hurmatli yuristlar, bizga prezidentimiz tomonidan nerealniy darajada imkoniyatlar ochib berildi. Shu bilan birgalikda juda katta mas'uliyatni bizni yelkamizga tashlab qo'ydi. Prezidentimiz yangi farmoni chiqdi. Xabaringlar bor. 2025-yil 26-noyabrda O'zbekiston Respublikasining prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va ilm fanni yanada isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 232-sonli farmoni tasdiqlandi. Unga ko'ra, endilikda yuristlarga juda katta imkoniyatlar berildi. Nerealniy darajada imkoniyatlar eshiklari ochib berildi. Bular haqida keyingi videolarimda tushuntirib beraman. Hozir nima demoqchiman? Hurmatli yuristlar, bizga juda katta mas'uliyat berildi. Buni bizlar his qilishimiz kerak. Bizlar hammamiz bir oila bo'lishimiz kerak. Bizlar bir-birimizga dushman bo'lmasligimiz kerak. Sog'lom raqobatni rivojlantirgan holatda shaxsiy adovatlarsiz xalqimizni, fuqarolarimizni, O'zbekiston Respublikasining mana shu hududida yashab turgan barcha shaxslarning huquqiy ongi va madaniyatini oshirishga hammamiz birgalikda O'zbekiston Respublikasiga sidqi dil bilan xizmat qilishga bel bog'lashimiz kerak bo'ladi. Bu imkoniyatning mas'uliyati katta bo'ladi. Berilgan har bitta narsa bir kun kelib so'rab olinadi. Ertaga bizlardan nima ish qilding deb prezidentimiz so'raganda og'zimizni ochib qolmasligi uchun hozirdan mana shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib xalqimiz uchun xizmat qilishimiz kerak bo'ladi.